Shomurodov uchun Turkiya grandlari o'rtasida kurash boshlandi. AQSh, Kanada va Meksika maydonlarida O'zbekiston milliy terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etayotgan Eldor Shomurodovning klubdagi faoliyatida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Turkiyadagi debyut mavsumini yuqori darajada o'tkazgan 30 yoshli hujumchiga mamlakatning eng qudratli klublaridan takliflar tushmoqda. Avvalroq Fenerbahçe klubi Shomurodovni yozgi transfer o'yinasidagi asosiy nishon sifatida belgilagani va uni sotib olish uchun harakat boshlagan haqida xabarlar berilgan edi. Endilikda Turkiyaning yana bir grandi Trabzonspor ham Shomurodov uchun kurashga faol kirishdi. Turkiyaning nufuzli sport manbalari, xususan Ajanspor va Sabah nashrlarining xabar berishicha, Trabzonspor rahbariyati hujumchining transferi bo'yicha Istanbul Başakşehir klubi bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Shomurodov o'tgan mavsumda Italiyaning Roma klubidan kelib, Istanbul Başakşehir safida haqiqiy yulduzga aylandi va transfer bozoridagi narxini sezilarli darajada oshirdi. Chempionat davomida 22 ta gol urgan Eldor Shomurodov Trabzonspor forvardi Pol Onuachu bilan birgalikda turnir to'purariga aylandi va oltin butsa bilan taqdirlandi. Yoz boshida Istanbul klubi Shomurodov transferidan 10 million yevro ishlab olishga rozi bo'lgan edi. Biroq oxirgi ma'lumotlarga ko'ra Başakşehir o'z yetakchisini qo'yib yuborish uchun kamida 15 million yevro talab qilmoqda. Jahon chempionatidan ketgach, Eldor Shomurodov faoliyatini qaysi klubda davom ettirishi bo'yicha muhim qaror qabul qilish kerak bo'ladi. Uni o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lgan jamoalarning kelasi mavsumdagi Yevrokubok yo'llanmalari quyidagicha ko'rinishga ega. Fenerbahçe 2-o'rin, vitse-chempion, UEFA Chempionlar Ligasi. Trabzonspor 3-o'rin, kubok sohibi, UEFA Yevropa Ligasi. Istanbul Başakşehir 5-o'rin, UEFA Konferensiyalar Ligasi. Oldinda Shomurodovning nafaqat yangi klub, balki Yevropada yanada yuqori nufuzga ega bo'lgan musobaqalarda qatnashish imkoniyati ham kutmoqda. Hozirda bor e'tiborini milliy terma jamoaning Jahon chempionati 2026 dagi tarixiy ishtirokiga qaratgan Shomurodovga bo'lajak o'yinlarda va transfer o'yinasida omad tilaymiz.